Bugun yana bizada yangi rubrika futbolchi tarixi va bugungi video esa Lionel Messi haqida bo'ladi. Lionel Andres Messi 1987-yil Argentinaning Rosario shahrida tug'ilgan. Futbolga ham aynan buvisi Celia Oliver Cuchitina yetaklab borgan. Birinchi marta futbolga borganda jamoalarga odam yetmay qolganidan foydalanib maydonga tushadi. Leo o'sha uchrashuvda o'zidan katta bolalarga qarshi maydonga tushib, ajoyib o'yin ko'rsatib, jamoadagi o'rnini ishlab oladi. Yoshligida Messi umuman o'rtoqlardan qo'rqmaydigan bola bo'ladi. Uni oyoqlariga qancha tepishsa ham iloji boricha tezroq maydonga qaytishga harakat qilgan. Messining ota-onasi Leo 11 yoshli paytida uning bo'yi tengdoshlariga nisbatan sekin o'sayotganini sezishadi. Ya'ni 11 yoshli paytida Messi 8-9 yoshli boladek ko'ringan. So'nggi golini Gvardiola bilan birga nishonlaydi va uni quchoqlab quloqiga shu gapni aytadi. Barchasi uchun rahmat Pep. Gvardiola ketganidan keyin o'rniga boshqa murabbiy keladi va o'sha murabbiy qo'l ostida Messi o'sha tarixiy 91 ta golni ham uradi. Gvardiola ketganidan keyin jamoa mavsumni bitta kubok bilan, ya'ni La Liga bilan yakunlaydi. Chempionlar Ligasini esa shunchaki sharmandali tarzda tark etishadi. Barsa Bavariya umumiy hisob 7-0. Asosiy faktor Messi o'sha o'yinda jarohatda bo'lganligi va yangi kelgan murabbiy saraton kasalligi bilan duchor kelayotganligi sababli ushbu uchrashuvda Bavariyaga mag'lubiyatga uchragan. 2013-2014-yilda hozirgi Messining yaqin do'stlaridan biri Neymar jamoaga kelib qo'shiladi. Lekin xuddi o'tgan mavsum kabi Barselona yilni omadsiz o'tkazadi. La Ligani Atletico Madridga, Copa del Reyni Real Madridga va Chempionlar Ligasini esa yana Atletico Madridga boy beradi. Keyinchalik jamoaga yangi murabbiy keladi, Luis Enrique, va u 2015-yilni boshidan boshlab Barselonaga murabbiylik qilishni boshlaydi va u 2014-yilgi Jahon chempionati finaliga Argentinani qo'lidan yetaklab boradi. Lekin afsuski Braziliyada bo'lib o'tgan finalda Germaniyaga qarshi uchrashuvda 1-0 hisobida finalni qo'ldan boy berishadi va Leo bu safar endi jahon chempioni bo'la olmaydi. Va yana asosiy heyt kimga? Albatta jamoa sardori hamda yetakchisi, albatta o'sha Lionel Messiga. Va unga yana o'sha gaplarni aytishadi. Sen Maradona darajasida bo'la olmaysan deya. U Barsaga qaytgach, Enrique qo'l ostida unaqa darajada mavsumni boshida u qadar o'zini darajasini ko'rsata olmaydi va ortiqcha vazn bilan o'ynaydi. Bunday muvaffaqiyatsizliklardan so'ng uni Chelsea ga ham taklif qilishgan. O'sha paytda Chelsea murabbiyi bo'lgan Jose Mourinhoga ham bu transfer shunchaki orzu edi, lekin yakuniy qarorni futbolchini o'zi qilish kerak edi. Lekin afsuski bu transfer umuman o'xshamaydi va Messi Barsada qoladi. Jamoaga Luis Suarez kelib qo'shilgandan keyin Barselona mavsumni ikkinchi yarmida shunchaki dahshatli o'tkazadi. Jamoa Chempionlar Ligasida oldin APL chempionlarini, keyin Liga 1 chempionini, keyin yarim finalda Germaniya chempionini, finalda esa Scudettoni yutgan Juventusni yutib chempion bo'ladi. Afsonaviy MSN triosi o'sha mavsumda 173 ta gol hamda 58 ta assistni amalga oshiradi. Jamoaning 70% gollarini aynan shu trio ijro etadi va Lionel Messi uchun shu mavsum ideal o'tishi mumkin edi. Barselona bilan treble-ni qo'lga kiritdi. Chempionlar Ligasining eng yaxshi o'yinchisi Copa del Rey'da esa shunchaki aqlga sig'mas golni amalga oshiradi. Bu gol hattoki Pushkas sovrinini ham yutishi mumkin edi va Argentina bilan Copa Amerikani yutishi mumkin edi. Finalda esa Chili. Ko'pchilik muxlislar va nihoyat Lionel Messi birinchi bor xalqaro sovrinni yutishini kutishgan, ammo penaltilar seriyasida Chiliga mag'lub bo'lishadi. Lionel Messi kubokni qo'ldan chiqazadi va asosiy heytlar yana Messiga bo'ladi. 2016-yil ham Copa Amerika 100 yoshga to'lganligi sababli turnir yana bir bor tashkil etiladi va finalda yana Argentina Chiliga qarshi. Bu safar penaltilar seriyasida Messining o'zi va Lucas Dive penaltidan foydalana olmaydi va Argentina yana bir bor Copani qo'ldan chiqazadi. Higuain shu vaziyatni golga aylantirganda Argentina allaqachon
chempion bo'lardi. Leoga shu qadar tosh otishadiki, hattoki Messi 29 yoshda Argentina bilan faoliyatini yakunlashga ham majbur bo'ladi. Messiga qo'shilishib, Javier Mascherano hamda Kun Aguero ham faoliyatini yakunlashadi. Ronaldo Yevroni yutgani va ketma-ket 3 ta finalda mag'lub bo'lgani Leoga katta ta'sir qiladi. Argentina bilan faoliyatini yakunlagan Messini eshitgan muxlislar uni formasini yoqib yuborishadi va u haqida xunuk gaplarni ham aytishadi. Lekin o'sha yilning o'zidayoq Argentina terma jamoasi 2018-yilgi jahon chempionatiga chiqa olmasligi mumkin edi va nima bo'lganda ham Messini ortga qaytarish kerak edi. Argentina federatsiyasi va Argentina futbolchilari ko'chada mitinglar uyushtirib, Messini ortga qaytishni iltimos qilishadi va Leo terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganiga 46 kun bo'lib, darhol jamoaga qaytadi va bu bejizga emas edi. Jamoaning asosiy hal qiluvchi o'yinida u Ekvadorga qarshi o'yinda naqd 3 ta gol urib, jamoani jahon chempionatiga olib chiqadi. Messining hat-trigi sabab jamoa jahon chempionatiga chiqadi. 2017-yillarda Neymar Messining soyasidan chiqish uchun potensial transferlarni ko'rib chiqqan. Chunki Barselonadagi qirol faqatgina Leo Messi edi. Bernabeuda Real Madridga urgan golidan so'ng muxlislar uni yanada qadrlay boshlashadi. O'sha PSJga qarshi comebackda asosiy rolni Neymar o'ynagan bo'lsa-da, gazetalarda Messining rasmi tushirilib turardi va bu voqealar va PSJning rad etib bo'lmas takliflari afsuski Neymarning faoliyatini pastga tushira boshladi. Neymar jamoadoshlariga jamoani tark etishini aytganida Messi undan juda ham qattiq ranjiydi va hattoki oltin to'pni yutishga yordam berishini ham aytadi. Xuddi Luis Suarezga 2016-yilda oltin butsani yutgani kabi. Lekin Neymarning otasi Parijga bo'lgan transferni ustida juda qattiq turgan va Neymar Barselonada qolmagan. 2018-yilgi mavsumni Barselona oltin dubl bilan yakunlaydi, ya'ni Copa del Rey hamda La Liga. Jahon chempionatida esa yana omadsiz. Lekin bu safar Messini tanqid qilishmagan sababi Messisiz uchrashuvlarda Argentina shunchaki cho'kib qolgan edi. 2018-2019-yilgi mavsumda Barselona Ernesto Valverde qo'l ostida yana bir treble uchun dadil borayotgan edi va ushbu mavsumda Messi ham super o'yinlar o'ynayotgan edi. Bu raqamlardan tashqari Barsaning o'yiniga juda katta ta'sir ko'rsatgan va o'sha yilgi mavsumda Barselona La Ligani umuman mag'lubiyatsiz yakunlashi mumkin edi. Afsuski Levantega qarshi uchrashuvda Messi tushmaganligi sababli mag'lubiyatga uchrashadi. 2018-19-yilgi mavsum Chempionlar Ligasida Barselona Liverpool bilan yarim final bahsida o'z uyida Camp Nou'da 3-0 hisobida shunchaki g'alaba emas, shunchaki ko'mib tashlaydi. Lekin javob o'yinida esa 4-0 sharmandali mag'lubiyatga uchraydi va o'sha o'yinda Messi ham to'liq zarartirilgan. O'sha o'yinda Ernesto Valverde aybni o'z bo'yniga olgan. Bir tarafdan to'g'ri, chunki o'sha o'yinda Barselona raqib jamoani umuman mensimasdan o'ynagan, ayniqsa ikkinchi taymda va o'sha yil so'ngida Lionel Messi o'zining navbatdagi oltin to'pini qo'lga kiritadi. Chunki aynan o'sha mavsumga Barselonani 60% aynan Lionel Messi tashkil etgan. Oltin butsa, Chempionlar Ligasi to'p urarligi, La Liga, Ispaniya Super Kubogi, Copa del Rey va hamda Pichichi sovrinlar. Mavsum so'ngida Lionel Messi shunday intervyu beradi, ya'ni sahnaga chiqib shunday gapiradi: "Biz so'nggi 11 yil ichida 8 ta La Ligani yutdik va ko'pchilik muxlislar buni qadrlamayapti va bu haqida kam eslashmoqda. Lekin bir necha yildan so'ng siz buni qanchalik qiyinligini sezasiz." 2019-20-yil Barselona uchun shunchaki dahshatli o'tadi. Mavsumning yarimida Ernesto Valverde ishdan bo'shatilinadi va La Ligadagi birinchi o'rin ham qo'ldan boy beriladi. Albatta, yangi murabbiyning taktikalari sabab. O'sha mavsum kataloniyaliklar va hamda Lionel Messi uchun mavsum qanday o'tganini o'zingiz yaxshi bilasiz. Bavariyaga qarshi 208 hisobdagi sharmandali mag'lubiyatlar va shu zoti yangi murabbiyni ishdan bo'shatib, o'rniga Ronald Koemanni olib keladi va Koemanning esa asosiy maqsadi bu Luis Suarezdan qutulish bo'lgan edi. Luis Suarez esa Atleticoga o'tib, Barselonaga qanday futbolchi
futbolchini tekinga qo'yib yuborganini eslatadi. Messi jamoa prezidenti Bartomeu bilan kelishmovchiliklar va Ronald Koeman bilan kelishmovchiliklardan keyin jamoaga uning qo'yib yuborishini so'raydi. O'sha paytda unga Inter, PSG, City kabi klublar qiziqayotgan edi, lekin Bartomeu Messini majburan ushlab turadi. Uning taom puli esa 700 million yevroni tashkil qilgan va 33 yoshli futbolchi uchun hech kim bunaqa summa to'lamasdi. Barselonadagi 2020-2021 mavsumda Leo Copa del Reyni qo'lga kiritadi. Va eng asosiy yutuq bu Bartomeuning jamoadan ketishi hamda Laportening qaytadan prezidentlikka saylanishi. 2021-yilda Argentina va Braziliyada Copa America turniri tashkil qilingan. Bu turnirda Leo Messi uchun oxirgi shans berilgan. O'zingiz bilasiz, Leoning Argentina bilan yurishlari juda og'riqli va omadsizliklar bilan yakunlangan. Lekin bu safargi turnirga Leo umuman boshqacha motivatsiya bilan keladi. Chunki final Argentinada o'tkazilishi kerak bo'lgan va final o'yini ma'lum bir sabablarga ko'ra o'yin Maracana stadionida, ya'ni Braziliyada o'tkaziladigan bo'ladi. Leo Messining shunchaki o'yin oldidan motivatsion nutqiga e'tibor bering. Biz allaqachon kimligimizni bilamiz, Braziliya kimligini ham bilamiz. Bu mavsumda boshqa hech narsa demayman. O'tgan 45 kun hammamizga rahmat. Aytmoqchimanki, yigitlar, tug'ilgan kunimda aytganimdek, bu ajoyib jamoa, chiroyli jamoa. Bu 45 kun davomida biz juda ko'p mehnat qildik. Safarlar, ovqat, mehmonxonalar, maydonlar haqida bir og'iz shikoyat qilmadik. 45 kun oilamizni ko'rmagan holatda o'tdi. 45 kun ichida Emiliano Martinez ota bo'ldi, lekin yangi tug'ilgan bolasini hali ko'rmadi. Nega? Aynan mana shu lahzaga uchun bizda bitta maqsad bor edi va biz unga erishishimizga bir qadam qoldi. Eng zo'r tomoni bu endi bizning qo'limizda. Endi maydonga chiqishimiz va kubokni ko'tarishimiz. Uni Argentinaga olib boramiz va oilamiz, do'stlarimiz va bizni qo'llab-quvvatlagan barchani xursand qilamiz. Finalda Angel Di Mariyaning yagona goli sababli Argentina bu turnirda g'alaba qozonadi. Albatta uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi bu albatta Lionel Messi bo'ladi. Eng ko'p gol urgan futbolchi ham albatta Lionel Messi. Eng ko'p assist qilgan futbolchi ham bu Messi bo'ladi. Uchrashuv yakunlangandan so'ng esa Lionel Messi maydonda qolib yig'laydi. Sababi bu esa uning faoliyatidagi eng katta sovrinlardan biri edi. Lionel Messining Argentina bilan hamda Barselona bilan super o'yinlari sababli 2021-yilgi oltin to'pni ham u aynan Messi qo'lga kiritadi. Messi o'sha yili juda og'riqli holda Barselonani tark etadi va PSG safiga kelib qo'shiladi. Futbolchi Barselonada qolish kerak edi, lekin La Liga uning hujjatlarini to'g'rilamaydi va Messi Barsadan ketishga majbur bo'ladi. Lekin oilaviy fair play sabab Messi jamoada qola olmaydi. Sababi esa Messini oyligini to'lashga Barselonada pul yo'q edi. Messi Barsada qolish uchun hattoki maoshidan voz kechib ham o'ynashga rozi edi, ammo La Liga bunga ruxsat bermaydi va shu sababli u Barselonani tark etadi hamda PSG safiga borib qo'shiladi. O'sha mavsumda Leo Messi Manchester City safiga qo'shilishi mumkin edi, ammo Jack Grealish kelib qo'shilgandan keyin fair play qoidalari Messini Cityga o'tishiga ruxsat bermaydi. Natijada Messining do'stlari bilan birga to'lgan PSG Messiga aloqaga chiqadi. Neymar, Di Maria, Paredes, Navaslar bilan o'ynashini eshitgan Lionel Messi PSJga o'tadi. Lekin Parijdagi karyerasi umuman kutilmagan darajada bo'ladi. 34 ta o'yin, 11 ta gol hamda 15 ta assistni qayd etadi. Messining PSJga o'tgani sababi ham oddiy edi. Jahon chempionatigacha formasini ushlab turish edi. 2022-yil yozda Finalissima kubogi ham bo'lib o'tadi, ya'ni Yevro chempioniga qarshi Copa America chempioni kurashadi. Ushbu uchrashuvda 3-0 hisobda Italiyani Wembley stadionida Argentina yutib chempion bo'ladi. Ushbu o'yindan 6 oy o'tib, keyin Jahon chempionati boshlanadi. O'yindan oldin, o'sha chempionat boshlanishidan oldin Argentina asosiy favoritlardan biri edi. Ammo birinchi turgacha. Nega birinchi turgacha? Sababi turnirda hattoki to'p 15 talikka kirmagan Saudiya Arabistoniga 2-1 hisobda Argentina yutqazadi. Agar Argentina keyingi turda Meksikaga yutqazib qo'yganda turnirni erta tark etardi va jahon chempioni bo'la olmasdi. Lekin keyingi uchrashuvda Meksikaga qarshi o'yinda g'alaba, undan keyin esa Polshaga qarshi uchrashuvda g'alaba. To'g'ri, o'sha uchrashuvda Lionel Messi penaltidan foydalana olmagan, lekin uchrashuvning MVP'sini qo'lga kiritgan va shu tariqa Argentina
Argentina play-offga yo'l oladi va play-offda Avstraliyaga qarshi uchrashuvda maydonga tushadi. Hisob esa 2-1 hisobda g'alaba qozonib, yana keyingi bosqichga o'tadi. O'yin qahramoni esa Aleksis McAllister bo'ladi. Finalgacha bo'lgan barcha play-off bahslarida Messi barcha MVP'larni qo'lga kiritib, hamda barcha uchrashuvda gollar urib kelgan. Final esa shunchaki dahshatli o'tgan. Angel Di Maria penalti ishlab beradi va Lionel Messi buni golga aylantiradi. So'ng esa Messi Di Mariaga assist qiladi. Di Maria buni golga aylantiradi. So'ng esa Kylian Mbappening so'nggi daqiqalarda 2 ta gol urib qoladi va shundan so'ng esa ekstra taymlarga yo'l olinadi. Shunda ham esa ikkala jamoa bittadan gol urishadi, lekin penaltilar seriyasigacha uchrashuv yetib boradi va uchrashuv penaltilar seriyasiga o'tadi va ushbu penaltilar seriyasida Emiliano Martinez o'zini juda yaxshi ko'rsatadi va Argentinaga chempionlikni sovg'a qiladi. Argentina futbolchilari penaltidan yaxshi foydalanadi va Fransiya futbolchilari esa yo'q joydan qovun tushirishadi va o'sha final uchrashuvida esa Lionel Messi o'ziga o'zi osmonga qarab bir gapni aytadi va u shunday deydi: "Biz kutgan kun bo'lishi mumkin bu jon" deydi. Vaholanki bundan oldin Messi Argentina bilan sovrin yuta olmaganligi sababli uni masxara qilishgan, hattoki o'z vatandoshlari bo'lsa ham uni kamsitishgan. Endi esa uni barcha argentinaliklar, vaholanki barcha argentinaliklar, balkimda barcha futbol muxlislari endi uni hurmat qiladi va hattoki u Argentina terma jamoasi bilan Olimpiada oltin medali va hattoki U20 yoshlilar o'rtasida ham jahon chempioni bo'lgan. 2023-yil boshida u Parijga qaytadi, ammo uni hech kim chempionlik bilan tabriklamaydi. Sababi esa oddiy, axir u Fransiyani yutgan edi va unga shartnomani uzaytirish taklifini ham berishadi. Ustiga ustak u shartnomani ham uzaytirmaydi va jamoani tark etadi. Va shunda ishlar bo'lib o'tgandan so'ng esa David Beckhamning Inter Miami'siga o'tadi va u yerda ham hozir u bir qancha sovrinlarni bosh uzra ko'tarib yuribdi. Va Leo Inter Miami'ga anchadan beri erisha olmayotgan sovrinni ham sovg'a qilgan va yil so'ngida 8-oltin to'pini ham qo'lga kiritadi. 8 ta oltin to'p, 6 marta oltin butsi, 2 marta Copa America, 1 marta jahon chempionligi, 4 marotaba Chempionlar Ligasi va 10 marotaba La Liga, 8 marotaba Ispaniya Super Kubogi va 6 marotaba Copa del Rey Kubogi. Umumiy faoliyati davomida 48 ta sovringa erishgan. Professional futbolchilar ichida bu eng ko'pi. Qale, bu video, ya'ni bu rubrika sizga yoqdimi? Mana shunaqa videolardan ko'p bo'lsinmi yoki kam? Fikringizni izohlarga yozib qoldiring va obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Va endi o'tgan videoyimizdagi kvizga ham o'tamiz. O'tgan videoyimizdagi futbolchi bu MBMO edi va bugungi videoda esa mana shu futbolchini toping va izohlarga yozib qoldiring va obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Va so'nggi 5 ta topgan ishtirokchini biz keyingi videoda olib chiqamiz. Shuning uchun hozirdanoq like bosing, obuna bo'ling va eslatib o'taman, bizga obuna bo'lgan insonlarni olib chiqamiz. Shuning uchun kommentlarni yozishda davom eting va menga obuna bo'lishni ham unutmang. Siz bilan Husan bo'ldi. Husan Sport kanali edi. Videoga like bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.